Xo'sh, azizlar, assalomu alaykum. Anvarjon Qosimov yana qarshingizda. Yana bitta video yozay deyapman. Illuminance Global kompaniyamizning faoliyatiga tegishli. Bugungi video ham meni daromadimga tegishli bo'ladi. Bugun ikkinchi marta video kontent uchun mukofot puli oldim, yana $25. Mana shu narsani aytib o'tmoqchiman va qo'shimchasiga shunday narsani tushuntirmoqchimanki, mana shunaqa vazifa bajarib Illuminancedan pul ishlashni xohlasangiz, bilib qo'yishingiz kerak bo'lgan shartlar bor ekan. O'sha shartlarni ham ko'rsatib o'tmoqchiman azizlar. Buning uchun hozir endi demonstratsiyani yoqaman va kabinetimga o'tamiz va olingan daromadni ham statistikasini ham ko'ramiz, tranzaksiyalarni ko'ramiz va shartlarni o'qib ko'ramiz azizlar. Kimdir Illuminance Globalga kelib, hali o'z mablag'i bo'lmasa, menga o'xshab vazifa bajarib pul ishlab olaman desa, e'tibor qilish kerak bo'lgan shartlar bor ekan, bajarilishi kerak bo'lgan shartlar bor ekan. O'shalarni bir o'qib tanishtirib beraman, sizlarga ham tushunarli bo'lsin. Kimda kim qiziqishni boshlasa, bunga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Xo'sh, meni ekranimni translyatsiya qilamiz. Ovozni ham translyatsiya qilamiz. Boya birinchi marta yozgan videoim ovozsiz bo'lgan ekan, bu ikkinchisi. Ana xudo xolasa umid qilaman, yaxshi ketyapti degan umiddaman. Hozir qaraymiz. Demak, zapis ketyapti menimcha. Boshlaymiz. Mana azizlar, hozir bu mening kanalim. Mana bu kompaniyadagi akkauntim. Demak, Anvarjon aka ishlayapti. Umumiy ko'rinishda $50 daromad qildi. Ya'ni kompaniya $50 mukofot puli berdi menga. O'shani endi qanaqa ko'rinishda olganimni yana bir marta tushuntirib o'taman. Mana kecha safar ko'rsatganimda bittagina $25 ni olganimni ko'rsatgan edim birinchi videoyimda. Uni mukofotini berishdi. Xursandligimdan ikkinchi videoni ham yuklamda kanalga joylashtirdim. Mana birinchisi bu edi. Shu obzorni qilganimdan keyin pul to'lab berishdi. Undan keyin xursandchiligiga ikkinchi videoni ham yozdimda aytdim, mana shunaqa pul mukofot to'lab berishdi deb aytdim. Mana 88 ta prosmotr, 62 ta prosmotrlarimiz bor va undan keyin 27-kunning o'zida men webinar o'tkazdim. Va webinarda men $26 balansda bor edi. Mana birinchi registratsiya bo'lganimda 18-iyun kuni $1 pul berishdi. Xush kelibsiz degan mazmunda xursandchilikka pul berishdi va 26-chisloga kelib bitta videorolik qilganimda mana bu ishni boshladim deb aytgan paytimda menga $25 mukofot puli berishdi. Mana shu kontent uchun. Va $26 yig'ilib qolgan edi balansda, shundan $6 ni men IQN tokeniga almashtirdim. Ya'ni USDT ni sotdim-da, IQN sotib oldim. O'sha narsani hozir ko'rsataman. Hamyon bor, bu yerda o'sha hamyonni ko'rsataman. Keyin 27-kuni webinar o'tkazdik. O'sha webinarda onlayn ravishda bu ayirboshlashni bajarganman va o'sha webinarni ham yuklaganimdan keyin kecha oqshom joylagandim. Bugun yakshanba kuni bo'lishiga qaramasdan buni ham ko'rib chiqishgan va taqdirlashgan. Bunga ham $25 mukofot pulini berishgan azizlar. Kecha $6 102 dona IQN token sotib olgan bo'lsam, bugun yana $25 mukofot puli berishdi va hammasini yig'indida jamlanma ushlab, mana bu yerda dollar qiymatida ekvivalent sifatida meni общий balansimda, umumiy balansimni ko'rsatib turishdi. Endi yuqoriga e'tibor qilamiz. Mana bu yerda hamyon bor edi, kecha webinarda ko'rsatgan edim. E'tibor qilamiz, qarang, ro'yxat bor. Bu yerda kriptovalyutalar ro'yxati. Tetherda menda hozir $45 bor. Nimaga? Bu 50 ko'rsatyapti bu tomonda. Kecha webinarda men $6 ga IQN tokenini sotib olganman. Mana $6 qiymatga yarasha 101 ta IQN token bergan. Shuni ham dollarda qiymatlab va Tether'imni ham USDT'imni ham qiymatlab, общий umumiy hammasini balansda $50 qilib ko'rsatishyapti. $50.92. Mana shu narsa umumiy balansim. Va kompaniyani faoliyatini yoritish bilan shug'ullanib kanalimga video chiqardim. Ikkitagina mana buni havolasini berdim, buni havolasini berdim. O'rtadagini berganim yo'q. Bu shart emas men uchun. Webinarnikini berdimki, ikkinchi marta ham pul mukofoti bersin. Chunki bu yerda ancha narsani yoritdik va tushuntirdik. O'sha uchun ham menga mukofot pulini berishdi azizlar. Endi hozir yana niyat qilib turibman, oyning oxirigacha yana 2 ta yoki 3 ta video qilsam, yana pul ishlay olsam, mana bu yerdagi balansim $100 ga borsa yoki undan oshsa, demak strategiyalardan eng kichkinasini olishim mumkin bo'lar ekan. Ya'ni ishtamdan xarajat qilmasdan kompaniyadan ishlab olgan pulimni investitsiya qilsam bo'lar ekan. Mana eng kichkina strategiyamiz bor edi. $100 dan $999 gacha investitsiya qilishimiz mumkin edi. O'sha narsaga harakat qilaman xudo xolasa. Mana bu videoni yozyapman. Ertaga agar havolasini bersam, bu 3-videoyim bo'ladi va unga ham pul to'lab berishsa, demak yana bitta video yozish qoladi. Masala shundaki, hozir men bu informatsiyalarni berish bilan barobarda tushuntirishim kerak, chunki shunaqa fikrga keldim. Kecha video kontent joylashtirayotganda uni shartlarini o'qib qoldim va shu narsaga e'tibor berishingizni xohlayman. Kim misol uchun mana o'z qobiliyatidan foydalanib
kanali bo'lsa, sotsial tarmoqlarda akkauntlari bo'lsa-yu, auditoriyasi bo'lsa, obunachilari bo'lsa, o'shalarga bu haqda Illuminance Global kompaniyasi haqida ma'lumot yetkazishga harakat qilayotgan bo'lsa, e'tibor qilish kerak bo'lgan joylari bor ekan. Mana qarang, vazifalar 4 xil vazifani bajarish mumkin bu yerda. 4 xilmi, 5 xilmi? 4 xil. 4 xil vazifani bajarish mumkin va men bittagina mana bunisini bajarganim uchun, ya'ni mana shu turdagi vazifani 2 marta bajarganim uchun 2 marta pul berishdi. Hozirgi yozayotgan videoyim mana shuni agar yozsam va kanalga qo'ysam, bu 3-vazifaga o'tadi va buni aynan shu bo'limdan kirgizib yuboraman. Endi qarang, bu yerda mana bu yerda yozyapti. Zadание deyapti. Vazifa shunaqa. $10 dan $50 mukofot puli beriladi bu vazifaga. Sharti shunaqa, mana qarang. O'qishimiz kerak. Juda bo'lmasa Google переводчик olib tarjima qilishimiz mumkin deb aytdim kecha sizga. Hozir o'zim o'qib tarjima qilib beraman. Gorizontalniy video, mana eniga video olish kerak va u 2 daqiqadan ko'proq bo'lishi kerak. 2 + minuta deb qo'yibdi. Bu degani 2 daqiqadan ko'proq videoingiz demak hisoblanadi. U 3 bo'lsin, 5 minut bo'lsin, yarim soat bo'lsin, 1,5 soat bo'lsin, ahamiyati yo'q. 2 minutdan ziyod bo'lsa, demak u hisobga o'tadi. Bu birinchi shart. Endi keyingisi mazmunga qarang shu narsani. Четкая struktura deyapti. Ya'ni kontentni va video materialingiz ichi aniq, tiniq, misol uchun mazmunga boy bo'lishi kerak. Aralash-quralash bo'lishi kerak emas. Va высоким качеством изображения и звука. Video tasvir yuqori sifatli bo'lishi kerak va ovoz ham yuqori sifatli bo'lishi kerak. Mana shu holatda videongizga pul to'lab berishadi. Bu birinchi shart. Shartning birinchi mazmuni. Undan keyin qarang, ограничение degan narsa bor. Cheklov bor. Nimaga? Не более одного видео в день. Kuniga bor yo'g'i bitta video uchun sizga pul to'lab berishadi. Va men shunday joyni eshitdim, sponsorlarning prezentatsiyalarida bir oyda 10 ta videoga pul to'lab berishar ekan, 11-siga pul berishmas ekan. Mana bu yerda yozilmagan bu narsa, lekin buni eshitganday bo'ldim. O'shaning ham kallamda qolgan 10 ta videoga bir oyning ichida pul to'lab berishadi sizga. Va bu narsani yana ham aniqlayman va keyingilarda aytamoqchi bo'lsam video materiallarimda. Qarang, keyingi talab, mana talab bor. Cheklov bor dedik, vaqtini belgiladik. Undan keyin endi talab bor. Talab. Подробное объяснение bo'lishi kerak. To'liq, tafsilotli tushuntiruv berishingiz kerak. Ma'lumot berayotgan paytingizda odamlar sizni tushunsin, nima haqida gapiryapsiz, Illuminansni qanaqa tanishtiryapsiz, nimasini aytib beryapsiz, o'sha narsa tushunarli bo'lishi kerak, tafsilotli bo'lishi kerak. Undan tashqari, logichная структура и полезные инсайты. Mazmun, struktura jihatidan mantiqiy bo'lishi kerak. Boshidan yotig'i bilan tushuntirib berishingiz kerak va strukturani to'g'ri olib borishingiz kerak oxirigacha. Undan keyin полезный инсайт degani ichkarisiga kirib olib, to'g'ri maslahat bera olishingiz kerak. Mana men sizga aytayapman, maslahat sizga. Agar kontent qilib, kompaniyadan pul ishlab olib, keyin investitsiya qilaman deb qaror qilgan bo'lsangiz, e'tibor qiling. Mana полезный, foydali insight shuki, shartni o'qing, bilib oling, shunga amal qiling. Agar shu shartlarga mos kelmasa, sizga pul to'lab berishmaydi, xafa bo'lib o'tirmang. Shuni tushuntirmoqchiman. Temы включают обзоры платформы. Demak, mana shu yerdagi mavzular platformani obzor qilishga, ya'ni tanishtirishga, maydalab tushuntirishga, tafsilot aytib berishga bag'ishlanish kerak. Bundan tashqari обучающий material bo'lish kerak. Ya'ni mana shu tugmani bossangiz bu ish bajariladi, mana shu tugmani bossangiz bu ish bajariladigan o'rgatuvchi materiallar ham bo'lishi mumkin ekan. Bundan tashqari webinar bo'lishi mumkin. 5-10 ta kishini yig'ib yoki 100 ta, 200 ta kishini yig'ib auditoriya tashkil qilib taqdimot qilasiz va oxirida savol-javoblar ham qilishingiz mumkin. Kuni kecha mana shu webinarni qildik va shu uchun ham menga ikkinchi marta $25 pulni to'lab berishdi. Undan tashqari analiz funksiya degan narsasi bor. Analiz funksiya degani bu platformadagi har bitta band nima ish qiladi, har bitta tugma nima ish qiladi, banddagi bo'limlar nimadan iborat, qanaqa mazmun bor, hammasini tushuntirib, analiz qilib, yotig'i bilan aytib berish kerak bo'ladi. Endi qarang, eng muhim qismi, shartning eng muhim qismi. Ana shu qism agar amal qilmasa, boshqasini foydasi yo'q. Mana o'qib keldik, lekin buni hammasini foydasi yo'q agar kanalingiz 1 yoshdan oshmagan bo'lsa. Ya'ni kanal должно быть не менее 1 года. 1 yildan ziyod vaqtdan beri kanal yaratib, auditoriya ushlab, kontent qilib kelayotgan bo'lsangiz, kanalingiz 1 yoshdan ziyod bo'lsagina sizga pul to'lab berishadi. Agar boshqa mana bu shartlarning hammasiga mos kelsa-yu, kanalingiz 1 yoshdan kam bo'lsa, 1 yildan kam ishlayotgan bo'lsa, sizga pul to'lab berishmaydi. Shu joyiga e'tibor qilishingiz kerak. Qarang, вознаграждение deyapti. Зависит от количества подписчиков. Kanalingizda qancha ko'p подписчик, obunachi bo'lsa, mukofot puli shuncha ko'payadi. Va качество video. Videoingizni sifatlariga ham e'tibor beramiz. Agar sifatsiz video bersangiz, uncha ko'p pul to'lamaymiz. Hay, $5 boshda aytganmizmi? $5 yoki mana $10 minimal deganmizmi? Uni berib qo'yishimiz mumkin. Balki bermasligimiz ham mumkin degan mazmun kelib chiqadi. Mana shu azizlar. Va kontent yaratganingizdan keyin kelasida bu
videolaringiz birontasini havolasini olib, havolani mana bu satrga joylashtirasiz. Mana men kecha joylashtirganman ba'zilarini va bu yerdan отправить tugmasini bosganingizda kompaniyaga ketadi. E'tibor qiling, akkauntingiz ichiga kirgansiz. Akkauntingiz ichidan video kanalingiz, video materialingiz havolasini akkauntingiz ichidan kelib bu yoqqa jo'natyapsiz kompaniyaga va kompaniya taniydi. Anvarjon aka, aynan Anvarjon aka o'zini kanalidan video olib kelib bizga uzatib berdi. Agar videosini taqdirlasak, endi undan so'rab o'tirmaymiz, qani keling men sizga pulingizni uzatib beraylik deb o'tirmaydi. Shunchaki akkauntingizga, balansingizga o'sha pulni tashlab beradi. Xuddiki menga xuddi mana shu narsani qanday tashlab berishgan bo'lsa, kecha va o'tgan kuni xuddi shunday sizga ham tashlab berishadi. Mana shu narsani tushuntirmoqchi edim azizlar, chunki hozir mana Illuminance Globalga kelib 5 xil yo'nalishda daromad qilish mumkin deb kecha vebinarda aytdim. Birinchi usuli shuki, mablag' yo'q inson agar qobiliyati bo'lsa, YouTube kanali bo'lsa, kontenti bo'lsa, chiqarib xalqqa targ'ibot qilib, tushuntirib, masalani batafsil yoyib bersa, kimga manfaat, kompaniyaga ham manfaat, sizga ham manfaat, o'rtada hamma daromad qiladi deb tushuntirib bersa, demak, uni mehnati taqdirlanar ekan va men mana shu o'z qobiliyatimdan foydalanib daromad qilib olayda, keyin investitsiya qiladigan maqsadda video kontent yaratyapman. Mana shu narsani tushuntirmoqchi edim. Shartlarga amal qiling. Shu shartlarga, parametrlarga to'g'ri kelmasa, mehnat qilsangiz, baribir natijaga erishmasingiz mumkin. Vaqtingiz bekorga ketgani qoladi. Lekin tajribaga ega bo'lasiz. Demak, qarang, tranzaksiyalarni ko'rsatdimmi, yo'qmi? Tranzaksiyalarni bitta tushuntirib qo'yay boshdan. 18-iyun kunida menga $1 pul berildi, chunki o'sha kuni registratsiya bo'ldim. 26-iyun kunida menga $25 pul berishdi, chunki birinchi videoni chiqardim. Mana bu videoni. Undan keyin webinar o'tkazimda onlayn rejimda $6 102 ta IQN tokeniga almashtirdim, chunki IQN token bu ekotizimning Illuminance ichidagi o'zini kriptovalyuta tokeni, kriptovalyutasi. O'sha yerga almashtirdim va u koshelokda turibdi. Va bugun 28-kunda kechagi 27da bajargan webinarimni ham tekshirib, yakshanba bo'lishiga qaramasdan menga yana $25 pul berishdi va hamma statuslar bajarilgan degan yashil ko'rinishda turibdi. Mana shunday qilib, o'zimda mablag' bo'lmasa ham, oz-ozdan pul ishlab olyapman kompaniyadan. O'ylashimcha, ertaga 29 va 30-da ham bitta-bittadan video qo'yib bersam, menga yana ikki marta $25 berishsa va men mana bu yerdagi 102 ta tokenimni ham qaytarib yana USDT ga o'girib olsam $100 bo'lsa, demak men $100 ni investitsiya qila olaman. Hozir azizlar qarang, balki siz bilan shu operatsiyani bajararmiz. Chunki kecha ko'rsatdim mana bu IQN tokenni almashtirishni. Hozir mana bir kishi yozyapti. Xo'p, mana obmen qilamiz yana. Qarang. Endi obratno mana misol uchun mana USDT ga qaytarib olamiz. Qarang. Xo'p, mana buning ichidan IQN tokenimizni topamiz. Buning ichidan USDT ni topamiz. Qarang. Qani USDT TRC20 mana. Endi IQN tokenni maksimal darajada hammasini USDT ga almashtirib olay. Qarang, 585 bo'lib qolar ekan. Kecha men $6 berganman, bu hozir 585 bo'lib qolar ekan. Demak, buni hozir bajarmayman. Narx har kuni o'ynab turibdi ekan. Demak, mana bu narsa $6 dan oshsagina, yo'q, to'xtang, menda u yerda $45 bor-ku, $45. Menimcha yetadi shu narsa. $6 sababi birinchi kundagi $1 qo'shilgan edi. Hozir shuni o'zi yetadi. Demak, almashtiraman va yana 2 marta $25 ishlay olsam, $100 dan mablag'im oshadi nasibsa. Obmen tugmasini bosaman. Tekshiryapmiz. IQN token beryapman, USDT TSR20 olyapman. Xo'p. Obmen. Qaytarib olamiz kechagi almashtirgan narsamiz, chunki menga hozir dollar muhim. Agar yana 2 marta pul ishlab olsam, $100 komplekt bo'ladi va $100 eng kichkina strategiyaga uzataman, kirgizaman va investitsiyamdan daromad olishni boshlaymoqchi bo'lsam. Xo'p, koshelokka qaraymizmi? Bu yerda nimadir xabarnoma? Yo'q. Tranzaksiyaga qaraylik, qani pastda nima bo'ldi? Pastda. Qarang. 101 qanchadir IQ tokenimizni berdik, complete bajarildi. Va 590 USDT menga hamyonimga yana berildi. Complete bajarildi. Endi buning natijasini hamyonda ko'ramiz azizlar, mana qarang. Hamyonga kelamiz va qaraymiz. TSRimiz $50 dan oshdi. Kechagi $1 ham qaytarib olganday bo'lib turibmiz, lekin mayli, qolaversin, chunki $50 ni o'zi yetadi. Ertaga ikkita videodan yana $25 dan ishlay olsam, 100 bo'ladi va komplekt holatda birinchi strategiyamni 1-iyul kunida ochmoqchiman, xudo xolasa. 29-da ham, 30-da ham agar daromad qilishga muvaffaq bo'lsam, birinchi sanada xudo xolasa birinchi investitsiyamni qilaman.
Mana shu bilan yakunlayman. Video cho'zilib ketmasin mayli. Hozircha ikkinchi daromad olganimni ko'rsatdim. Mana bu yozayotganim uchinchi daromad uchun bo'ladi, ya'ni $3.25 uchun bo'ladi. Ertaga ham qanaqadir mavzuda video yoza olsam, o'ylab turibman, bitta rejam bor. O'sha bo'yicha video yoza olsam, 30-kuni qo'yaman-da, undan ham pul olsam, nasib qilsa maqsadga erishgan bo'laman va Illuminance kompaniyasi uchun mehnat qilganim evaziga berilgan pulni strategiyaga investitsiya qilamanki, mana bu kvantovoy nodamiz bizga arbitraj сделкасidan daromad keltirishni boshlayapmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xohlasa ertaga mana bu yerda 4-videoni ko'ramiz va guruhimga ham, chatdagi guruhimga ham Telegramda uzatib qo'yaman. YouTube kanalida ham ko'radigan hamkorlarim yoki bo'lajak hamkorlarimga albatta salomlarim va minnatdorchiligim. Xudo xohlasa mana shu yerda faoliyatimiz barakali bo'ladi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.